birinchilardan ko'raman deganmidingiz, mana o'sha siz kutgan yangi chiqqan Tiggo 9 bu gibrid variant. Xohlasangiz buni benzinli varianti ham bor. 1200 kilometr yo'l bosib o'tadi. Bu ikkita elektromotorli bo'ladi. Ot kuchi ham plus minus 360 tadan oshiqroq bo'ladi. Juda ham chiroyli chiqdi dizaynlari va diskalari ham takoy серьезный chiqdi. Бесключевой достуp, слепой zona, 360-540 kameralari salon qismiga alohida e'tibor berasiz. Alcantara juda ko'p ishlatilgan, ekoko'za bilan jihozlangan. Bu tarafda o'rindiqlari ham elektropaket polni bo'ladi. Orqa o'rindiq ham, oldi o'rindiq ham polni elektronniy bo'ladi. Splashnoy monitor, besprovодной zaryadnik, katta panorama tom, o'rindiqlar isitadi, sovutadi, ham massaj funksiyasi ham mavjud. Bu eng full pozitsiyasi bo'ladi. Bu mashinaga akalar 150 million pul bilan kelsani, xudo xolasa zo'r variantda qilib chiqazib beramiz. Orqa o'rindiqlarni ham isitadi, sovutadi, klimat kontrol, hamma funksiyalari bor. Mana misol uchun orqa o'rindiq ligirovkasi mana elektronniy qilasiz, bemalol. Bu 7 o'rindiqli mashina bo'ladi. Polni zaryad, menimcha 40 ming so'm plus minus bilan siz ancha yo'l yurib olasiz lekin. Orqa ochilishlari elektronniy bo'ladi. Detskiy rejimlari ham mavjud. Qo'lingizni qisib qo'ymaydi. Polni zaryadni, maradni hamma narsasi bilan shundan sizlarga topshirib yuboramiz, xudo xolasa. Bu 7-o'rindig'i ham kichkina emas, anchagina keng, chunki yoniga keng ishlangan mashina bo'ladi. Ancha keng 7-o'rindig'i ham. Bagaj ochilish, yopilish elektronniy bo'ladi. Qo'lingizni qisib qolmaydi qo'yganingizda. Bu tarafda yon taraflari. Mana bu rangidan lekin faqat bir dona Namangan cherida turibdi xolos. Boshqa joyda bu rangidan qidirib topa olmaysiz. Serri matviy rang hisoblanadi. Mashinaga qiziqqan bo'lsangiz, eng fullini aytaman, narxi 590 million so'm, tan narxidan 150 million so'm to'lov bilan eng qulay bo'lgan variantlarda faqat biz siz uchun chiqazib boramiz. Pastda nomerlarni qoldiraman, telefon qiling. Bu mashina haqida to'liq ma'lumotni ham berishadi. So'rasangiz, avtosalonning lokatsiyasini ham tashab berishadi. Bizning manzilimiz Namangan shahar, Do'stlik bozor, Promzona yo'lida joylashganmiz. Hammani adamasdir Namangan Cherry avtosalonda kutib qolamiz.